Bismillahirrohmanirrohim. Otam hoji qilaman, onam hoji qilaman degan aziz aka-uka, opa-singillarimizga mana shu videoda oxiriga ko'rsalaring, juda ham foydali va manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga standart plus paketi va komfort paketlari va bundan tashqari chegirmali narxlarni siz obunachilarimizga e'lon qilamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi bo'libsizmi? Salom. Hoji aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz, yangi yo'nalishlarimiz ochildi va ziyoratchilarimizni xursand qiladigan yangiliklardan boshlasak. Xo'p, hozirgi kunda assalomu alaykum Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli obunachilarimiz. Bizda hozirgi kunda yanvar oyida Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda, Namangan, Jidda hamda Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda yo'nalishlarida yanvar oyiga qabullarda davom etyapmiz. Xudo xohlasa 16-yanvardan boshlab 30-yanvarga qadar Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan Primoy, Madina yoki Jidda reyslarini tanlash imkoniyatiga egasizlar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ya'ni hozirgi kunda Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha reyslarimiz bor. Bor. Bularda sayohatimiz, safarimiz haqida ham ma'lumot bering. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Makkadagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi hammalaringga qiziq. 1,5 uzoq bilan 1,7 kilometrda bo'ladi. Xo'p, Madina-i Munavvaradagi gostinitsalarimiz masofasi 150, uzog'i bilan 200 metrda joylashgan bo'ladi. Albatta, Makkadagi gostinitsalarimizda 5 mahal namozga 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Hattoki kechasi tahajjud namoziga piyoda borsam bo'ladimi degan odamlar bemalol piyoda ham borsa bo'ladi, yoki yosh kattalarimiz bo'lsa, yosh kattalarimiz avtobus xizmatlarimiz doim gostinitsalarning eshiklarida sizlar azizlar uchun xudo xolasa doim hozir nozir bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa. Hozir bu aytib o'tib ketgan paketimiz bu standart plus paketi, hozir. Standart plus. Bundan tashqari komfort paketi ham ulgurmaganlarga yana yangi yo'lga qo'yildimi? Albatta, komfort paketiga mana 13-ga o'zimizni boshchiligimizda bo'ladigan komfort paketimizga joylarimiz to'lgan. Alhamdulillah, ulgurmay qolgan obunachilarimiz bor. Hurmatli vatandoshlar, bemalol endi 27-yanvar kuniga bemalol xotirjam tayyorgarliklarni ko'rib, pasportlarga topshirib, yangi pasportlarni olib, 27-yanvarga xudo xolasa yana komfort paketlarimizga ulgurib, bemalol xudo xolasa o'zlarini xotirjam umra qilib kelish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, komfort paket bilan standart plus paketini farqi haqida ham tushuntirib o'tib keting. Xo'p, standart plus paketimizda Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal bo'ladi. Gostinitsa masofasi Makkada 1,5-2 kilometr aytib o'tib ketdik, Madinada 150-200 metrda bo'ladi. Bu albatta standart plus paketimizga kiradi. Xo'p, komfort paketimizning farqi Madina-i Munavvarada 80 metrda joylashgan bo'ladi, Makka-i Mukarramada 800 metrdan 1 kilometr oralig'ida bo'ladi. Farqi shunda bo'ladi. Xo'p, gostinitsalarimizda ham farqi shunda, ozuqatimiz farqi. Xo'p, Madina Munavvarada 3 mahal, Makka Mukarramada ham komfort paketda 3 mahal bo'ladi. Ziyoratlari 10 dan ortiq, standart plusda ham, komfort paketda ham 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa, Centrum Holidays gruppasidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga bonus va chegirmalar bo'ladimi, hoji aka? Albatta, sinfdoshlar guruhlari hozir ko'p rivojlanib ketdi. Oilaviy 5 kishi, ayollar, qudalar, andalar hammalari bir to'p bo'lib aloqaga chiqinglar, o'zim javob beraman, xudo xolasa. Juda ham chiroyli, go'zal qilib. Ayniqsa yana bitta bu obunachilarimizga bitta yangiligimiz bor. Xudo xolasa komfort paketda ketadiganlarga inshaalloh Madina Munavvarada Ravzaga 2 marta kirishlik imkoniyatini xudo xolasa biz tashkil qildik. Yana ham siz obunachilarimizga payvasallarni Ravzalarda ko'plab namoz o'qishlik, ko'plab duolarni, xayrlar, ya'ni jannat bir bog'lardan bog'da 2 rakat namozni 4 rakat o'qishlik imkoniyatini xudo xolasa siz azizlarga biz tayyorlab qo'ydik. Vaqt sizda, xudo xolasa tanlovda adashmaysizlar. Bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, yana ham batafsil ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Malades. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq ekrandagi raqamlarga
qo'ng'iroq qiling azizlar. Xo'p, narxlarimiz qanday bo'ladi hoji aka? Xo'p, narxlarimiz obunachilarimizga komfort paketimizni $1075 qilib beramiz. Xudo xolasa mana shunday bir marta to'lovni ichida 2 marta umra qilishli, 2 marta ravzaga kirishli imkoniyati bor. $1075 ga. Xo'p, standart plus paketlarimiz ham bemalol komfort bilan yonma-yon bo'laveradi. Bu paketimiz narxini $1025 dan qilib beramiz. Ha, agarda vizalari bo'lsa 925 Vizalari bo'lsa $925 dan, komfort paketga ham vizalari bo'lsa $975 dan bemalol qo'ng'iroq qilishaversin. Malades. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joylarda bron qiling. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar, siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Hoji aka, rahmat. Rahmat Xalqimiz sizlarga. uchun mana shunday yangiliklar qilishdan Sog' bo'linglar. Rahmat.